Bugun biz 8-mart uchun Ekoferma tuxumlaridan foydalanib, Hadiya kafesining mazali va qaymoqli tortini tayyorlaymiz. Shunday qilib tortni tayyorlash jarayoniga ham kirishib ketdik. Mikserda qaymoqni yaxshilab aralashtirib, biskvit ustiga qaymoqni surtib oldik. Lekin qaymoqni ta'miga gap bo'lishi mumkin emas. Keyin esa ikkinchi qavat biskvitni ham qo'yib oldik. Shu orada menda bir savol tug'ildi. Aka, Hadiya kafesini tortlarining ta'mi juda ham o'zgachada. Buni siri nimada? Uka, buni bitta sababi bor. Bizda hammasi tabiiy va sifatli mahsulot ishlatiladi. Gap yo'q lekin. Rostdan ham Hadiya kafeda sifatli tuxumlar va 100% tabiiy qaymoq ishlatiladi. Tortlari ta'mi bo'yicha Namanganda yetakchi o'rinlarda turadi. Tortimiz ham deyarli tayyor bo'ldi. Jamshidbek, tortni bezatishga o'tamiz endi. To'xtang. Obunachilarimizga Ekofermada ketayotgan konkurs haqida tushuncha bermadik-ku. Qanaqa konkurs? Obunachilarimiz Ekofermadan 1 million so'm yutib olishlari mumkin. Buning uchun Ekoferma tuxumlaridan xarid qiling, qadoq ustidagi QR kodni skanerlab konkurs saytiga kiring. Saytga birinchi bo'lib ismingiz, keyin esa telefon raqamingiz va qadoq ichidan chiqqan 6 xonali kodni kiriting. Tasdiqlash tugmasini bosing. Sizda ham shunday oyna chiqsa, konkurs ishtirokchisiga aylanasiz. Tortimiz ham tayyor bo'ldi. Bezatish ishlari qoldi xolos. Gullarni qo'yib, chiroylilab bezatamiz. Ko'rinishi ham chiroyli, ishtahani ochadi. Bunday Hadiya kafe tortlarini 8-martga o'z yaqinlarimiz uchun sovg'a qilsak, juda ham xursand bo'lishadi. Agar tortimiz yoqqan bo'lsa, Kommentariyada 1 dan 10 gacha baholang.